Odamlarning fikrini bilib ko'ramiz. Gilamni uyda yuvishni tanlashadimi yoki maxsus gilam yuvish markazidami? Assalomu alaykum. Uyda gilam yuvishni tanlaysizmi yoki maxsus gilam yuvish markazlarinimi? Maxsus markazlarini. Maxsus gilam yuvishdi. Domda turamiz bizlar, ilojimiz ham yo'q. Yuvishga hech imkoniyatim yo'q. Gilam yuvish markazlarida bolalarim bor. Qiyinda, uyda bar domda turamiz. Gilam yuvish markazida yuvdirish kerak gilamni. Nimaga? O'shalar gilam yuvish uchun-da. Qulayliklari ko'p. Markazda yo'q. Sizlar domda turasizmi, qo'lidami? Domda. Domda, shunga sizga qulayroq. Menga qulayroq. Oxirgi marta qachon yuvdirgansiz? Oxirgi marta o'tgan yil yozda yuvdirganmiz. 1 yil bo'lib qoldi yuvdirganimizga. Oxirgi marta qachon yuvdirgansiz? Yaqinda yuvdirdik-ku. Hozir yuvdirmayapman, qizlarim yuvishadi. O'sha berishdi yaqinda shu qizlarim. O'sha yerda olib ketib, o'zlariga olib kelib berishdi. Mashina yurganman. Bizda brend gilam yuvish markazi, biz 5 bosqichli avtomatik tizimda yuvdiramiz. Qo'lda yuvilmaydi, hid dog'lar qolmaydi. Bizga murojaat qilsangiz, sizga chegirmani qilib beramiz. Mayli, murojaat qilamiz kerak bo'lsa. Bo'ldi. Qanaqa narx bo'lsa sizga ma'qul bo'ladi? Qancha arzon bo'lsa, sifatli bo'lsa, shuncha yaxshi. Eslay olasizmi qancha yuvdirganingizni oxirgi marta kvadrat metrini? 2000 dan adashmasam. Bizda ham 12 ming tarif bor. Dastavka o'zimiz olib, tayyor bo'lgandan keyin olib borib ham beramiz. Bizning eng muhim tarafimiz qo'lda yuvilmaydi. 5 bosqichli avtomatik tizimda professional darajada apparatlarda yuviladi. Dog', hid umuman qolmaydi. Bizga murojaat qilsangiz, sizga maxsus chegirma qilib beramiz. Anaqalar, adresinglarni bersanglar, vizitkalarni bersanglar murojaat qilamiz. Chunki biz domdamiz. Domda bo'lgandan keyin bizga o'sha maxsus olib ketib yuvdirgan qulayroq. Siz qaysi birini tanlaysiz? Uyda gilam yuvishnimi yoki maxsus gilam yuvdirish markazidami? Izohlarda javobingizni qoldiring.